Captiva'nın zo'rini qarab o'rganlar uchun yurtdoshlar, yana Captiva'nın zo'ri keldi. 2018-yilda ishlab chiqarilgan Captiva'miz 54 ming yurgan. Mashinamiz 100% toza, kraskalari. Turishini qaranglar, bu maxluqi haydaman deb turibdi. Yurtdoshlar, mashinamizni hamma yeri rodnoy. Polniy shumka urilgan. Tonirovka ruxsatnomalari bor. Mashinamizda yumshoq polalari bor. Akkuratniy bo'lingan mashinamiz. Benzin kam yurgan, akkuratniy haydalgan mashina Captiva. Kam topiladi. Rullar qo'yilgan mashinamizda. Evakuator polik, chexollari yaxshi. Holatlari zo'r. Mashinamizda propan ham bor, gazi. Arka sidinalar joyida. Holati o'ta go'zal bo'lib turibdi mashinamizni. Bu mashinamizni narxini 250 million deb qo'yamiz. Ustunda kami bor, kelishidan yeri bor. Shunday zo'r Captiva qarab yurganlar jo'natib qo'yasizlar, yurtdoshlar. Kelajak savdoda turibdi mashinamiz.